ahmoq onalar ko'payib ketdi. U nima desalaring, o'g'lini qizg'anib, kelinini oldiga kirgizmas ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Shu ko'payib ketib qoldi shu. Bechora kelin kulishalmasa, hazillashalmasa, o'ynashalmasa, erkalalmasa, bu 7 oyda jinni bo'ladi bu. Qaltirab, qo'lida chini ham tushib ketadigan bo'ladi. Nimaga ayollarga erga teg, erkaklarga uylandi nimaga aytdi desa, chunki Alloh shunday yaratgan erkak ayolni. Ayol ersiz, ayolsiz hayotda yasha olmaydi. Muhtoj bir-biriga. Ha bizda nima bo'lyapti? O'g'ilni nomiga uylab qo'yyapti. Kelin bilan agar o'g'li qanaqadir chiroyli munosabat bo'lsa, onani qovog'idan qor yog'adi. Ona yaxshi dam oldingizmi? Ha ham demaydi. Mana shunda qovoq soliq. Nimaga desa, chunki romdan ko'rib qoldi-da, aynidan kelini bilan o'g'li o'ynashayotganini ko'rib qoldi. Nima qilsin? Kelin qo'shnini o'g'li bilan chiqib o'ynashib ketsinmi? Shumi? Ana ko'ryapsizmi? Oilalarda kim buzyapti? Nabarot, o'sha ona aytsin, dada aytsin.